Anchadan beri oddiy pirog tayyorlamagan edim. Bu safar sizlar bilan birgalikda tayyorlaymiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Har doim o'xshab chiqadigan pirogimizni tayyorlash uchun idishimizga 2 dona tuxumni chaqib, shakar qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Boshqa idishimizda qatiq qosh sodasini aralashtirib, ko'ptirishga olib qo'yamiz. Orada o'ng tomonda yurakchani bosib, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. Hammasini qo'shib, o'simlik yog'ini ham qo'shib, bir xil massaga keltirguncha aralashtirib olamiz. Keraklicha un qo'shib, o'rtacha massa hosil qilamiz. Duxovkamizni oldindan qizdirishga qo'yib 200 gradusda 30-35 daqiqa davomida pishirib olamiz. Juda ham tez tayyor bo'ladi. Yumshoqqina, mayingina bo'lib, ishlar sochli bo'lib chiqadi. Siz ham tezda tayyorlab turasizmi? Men duxovkani katta yumaloq listiga qo'yib tayyorlaganim uchun usti unchalik ishmadi, lekin kattagina hajmli bo'lib chiqdi. Siz ham tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha. Yaqinlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang.